Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Endi map degan narsa bor. Men buni o'zimni avlodlar shajarasini qilib qo'ygan kompyuterda nimam bor edi. Shundan shunga tashlasam, falonchi o'g'li pistonchi, buni qizi bu, falonchi pistonda bunday deb ketaveradi. Shunaqa zo'r chiqarib berar ekan. O'zi alinaqa struktura qilib anaqa berar ekan. Bu ham nima ekan deb ko'rdim, nima qildim. Analiz tahlil. Mana bu report. Mana biron bir tekstni olib turib, shunday anaqa qilamiz. Yoki bo'lmasa audio formatda manaqa yig'ilishlar o'tkazsak, menga o'rtaga diktofonni qo'yib qo'yasizda, diktofon qo'yib turib, oxirida diktofonda yozilgan narsani shunday yuklab turib, отчет qilib ber desangiz, ichidagi gaplarni o'zi o'rganib, отчет qilib beradi. Tekstiga aylantirib beradi. Отчет qilib shunaqa zo'r qilib beryapti. Men uni sinadim, o'zimizni nimada, hali bir kun yig'ilish bo'ldi. Rahbardan ruxsat so'rab, o'zim qilsam maylimsan bo'ldi. Qilib, shunday отчет qilib berdi. Rosa chiroyli отчет qilib berdi. Bir betli отчет qilib berdi. Keraksiz gaplarni qo'shmaydi. Hali orada keraksiz gaplar ham chiqib qoladi-yu. Qanaqa qilmaydi? Отчет qilib beradi. Отчетni ham juda effektivni foydalanish mumkin. Keyingisi infografika. Infografikalar ko'rsatdim sizlarga, necha marta jo'natdim-a? Infografika qilib, gaplarni, so'zlarni anaqada rasmlar bilan ko'rsatilgan infografika. Men bir ikkita infografikalarni ko'rsatib qo'yaman sizlarga mana. 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 Ruscha chiqarib qo'ydi, men birinchi anaqa qilganimda ruscha tanlab qo'ydi o'zi. Ha? Bu haligi savdogarlar ustozi kitobidan menga anaqa tanlab ber desam, o'zi infografika tanlab mana qilib berdi mana. 15 ta savdogarlarning 15 qoidasi deyapti. Tavsiya sonmalarga deb. Hammasini mana qilib chiroyli qilib chiqarib, o'zbekchasini ham qildim, o'zbekchasi ham bor. Kitobdan olingan ma'lumotlarni rosa chiroyli qilib berar ekan. Qisqa va lo'nda shunday quyib qo'yar ekan. Bitta kitobni o'qish uchun o'tirib olib, ketish mumkin. Endi uning ichida kitob o'qishni mazasi boshqacha. Endi haligi ba'zi kitoblar borki, buning ichida sizga ba'zi joylar kerak bo'ladigan joylar bor-da. Menga mana soha bo'yicha bu kitobdan menga manaqa chiqarib ber desiz, faqat siz so'ragan joylarini chiqarib beradi. O'shunisi zo'r. Siz kitobni, bitta kitobni yuklab turib, o'sha kitobni ichidan menga mana narsani chiqarib ber desiz, siz so'ragan narsani chiqarib beradi. Keyin bunga o'tdik, infografika. Nima dedik buni? Bu anaqa test savollar. Men inglizcha o'rgangan bo'lsangiz, inglizchani menga tashlaysiz, yuklaysiz, qaysi inglizcha bo'lsa ham inglizcha nimadan topishingiz ham mumkin, internetdan topishingiz mumkin, faqat o'zingizni materialingiz bo'ladigan bo'lsa, Bahramjon, karis tilida bolalarga menga o'zingiz materialingizni tashab turib, menga test savollar tayyorlab berasiz, test savol tayyorlab, o'zi javobi bilan anaqa bilan hamma tayyor qilib qo'yadi. Ne o'quvchilarga bersiz bo'laveradigan, tayyor siz bergan ma'lumotlar asosida test qilib beradi. Infografika. Hozirgi infografika ekan. Bu infografikada ham qanaqa bo'lsin degan prompt mana bu joylari bor, joylariga kirsiz, o'zini anaqasini berasiz. Flash kart hozir nima dedik? Bir o'z ruschasiga bu yerda. Flash kart. Bu ham inglizcha o'rganish uchun bir tomoni karta degan ekanda, bir tomonda o'zbekcha, bir tomonda inglizcha yozuv. Bunday yozuv ular turadi, menga tanlab ber shunaqa desangiz, so'zlarni mana deb o'tkazaverasiz. Bilmay qolsangiz bitta ursiz orqasidan o'ntarlatda, orqasida javobi chiqadi. Podskatka. Bunday o'rganish uchun o'ziga, halini orqasida bir narsa bo'ladi. Bo'lmasa, bu deb o'rganish, o'qish uchun siz bo'laveradi. Shpargalkaga o'xshagan o'zingizni o'rganish uchun, o'zingizni sinash uchun, bunday kartochka degan nima ekan bu? Kartochka degan. Mana bu narsa eng zo'r prezentatsiya qilib beradigan narsa. Men sizlarga ko'rsatdim, bir necha marta anaqalar jo'natdim. Prezentatsiya qilishda ham ichkariga kiramizda, buning ichiga ham prompt yozamiz.
Bunisiga kelsangiz mana qanaqa beradi? To'rtburchak shaklda qilib beraymi? Bunaqa yotiq shaklda qilib beraymi? Uzunchoq qilib beraymi? Ha? Language. Ha, inglizcha, mana mayda ko'rish kelsangiz, inglizcha, karscha, o'zbekcha, ruscha, o'zbekcha yo'q, mana inglizcha, ruschalar bor mayda. Bizga o'zbekcha qilib beryapsiz. Endi perevod gaplashish kerak. Uni ichida turgan narsaga qilyapti, bu narsani o'zbekcha qil desangiz, o'zbekcha qilib beradi. Komanda berishga bog'liq. Komanda berishingizga bog'liq. Qilmasdan ruschada turgan holatda komandani berib qo'ysangiz, ruscha qilib yuboraveradi avtomatik. Bitta esor chiqardi. Вообще-da, arkadaşlar. O'ylamaganman hozir. Slaytni barabaraga Hozir ruscha. slaytni qo'yib deganingizda o'zimga aylanib keladi slaytlar. Ha, mana ruscha. Ha? Slaytlarda aylanib farqli shaklda keladi. Ha, uni o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Uni PowerPointda bor, tayyor bilib nima qilsa, uni endi aylanib chiqadigan qilish u muammo emas. Uni mayda qilsangiz bo'laveradi. Ha, effektini tanlasangiz chiqarsa bo'laveradi. Endi qaranglar, prezentatsiyaga kirgandan keyin prezentatsiyada xuddi shu yerda ham manaqa prompt yoziladi. Nima qilib berish kerak, buni qanaqa qilib qilish kerak? Manaqa shaklda menga manaqa ma'lumot bergin. Ikki xil prezentatsiya bor. Bunisi prezentatsiya birovga jo'natadigan prezentatsiya. O'zi o'qib tushunib oladigan prezentatsiya. U nima degani? Tayyor tekstda yozilgan gaplar ko'proq tekstlar yozilgan bo'ladi bunda. Haligi rasm bo'lsa, rasmda nima u desa, mana tushuncha berib o'tib ketgan prezentatsiya material bo'ladi. Mana o'zi o'qituvchi uchun. Rasmlar katta chiqarib qo'ygan, ana shu rasmlarga qarab turib, sizlarga dars o'tib tushuntirib bera oladigan ma'lumotlar bo'ladi. Ha, misol uchun o'qituvchi uchun anaqa darslik yoki bo'lmasa manaqa prezentatsiya qilayotgan paytda qolgan gapni o'zi gapiradi. Bu yerda anaqa chiqib turadi. O'tkazib turib, mana shu slaydlar asosida qolgan gap siz gapirasiz. Asosiy mana o'zi chiroyli prezentatsionni anaqa material chiqadi. Sizlarga bitta bilib olinglar. Mana o'sida rasmi ko'proq bo'ladi. Vizualizatsiyasi ko'proq bo'ladi. Bunda. Bunisida ko'proq gapi bo'ladi. Vizualizatsiya ham bo'ladi, kamroq bo'ladi, lekin haligi sizga erta bo'lmaysa, sizga erta bo'lmaydi. Birovga jo'natib yuborgansiz u prezentatsiyani. O'zi o'qib tushunib olish kerak bo'ladi. Haligi rasmlarda anaqa qilib beradi. Shunaqa nimasi bor. Mana yerda short uzun holatda, manaqa yotgan holatda, to'rtburchak holat degan nimalari bo'ladi. Uni o'zingizni qanaqasi kerak bo'lsa, shunaqasini qilib tanlasangiz bo'laveradi. Shu bizga prezentatsiya uchun juda ham ma'qul nima ekan? 15 varaqdan iborat chiqarib beryapti doim ham, 15 ta. Hali materialingiz kam bo'lsa 14 ta chiqarishi mumkin. Bo'lmasa 15 ta, 14 ta, 15 ta slayddan iborat bo'lgan prezentatsionni taqdimot material chiqarib beryapti. Yo'q, mana uning ichida o'rtacha variantda shunaqa ekan. Siz bergan ma'lumot rosa ko'p bo'lsa 16 yo 17 ta qilib berishi mumkin. Lekin undan ko'paytirmaydi. Nimaga? Ha, qilib bersa kerak. Hali men 17 15 tani oshirganini so'ramadim, uni nima qilmadim. Endi maqsadimiz, bundan foydalanishdan maqsadimiz ko'p ma'lumotlarni siqib suvni asosiy iloji bo'lsa ikkita varaqda chiqarib berish kerak-da. Biz uchun maqsadimiz shu. Ko'p ma'lumotlarni 3 ta 4 ta chiqarib ber. 3 ta 4 ta ulgurmasa 4 ta 5 ta 6 8 10 11 15 tagisi chiqaryapti. 15 dan oshib ketgan materialni ko'rsangiz siz ham ko'p ekan deb o'qimay qo'yasiz, qaramay qo'yasiz. Shuning uchun optimalli 15 talik anaqani ko'rsatyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanagi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.